Qadimda bir shaharda suv taqchilligi boshlandi. Yerlar quridi, hosillar nobud bo'la boshladi. Odamlar chanqoqlikdan qiynalayotgan bir paytda olimlar suv izlab tinimsiz izlanish olib borar edilar. Umid uyg'ondi. Ona yer Chotqol deb atalgan maskanning 1400 metr chuqurligidan obi hayotni insoniyatga in'om etdi. Chotqol bu shunchaki suv emas, bu ikkinchi hayot, bu shifobaxshlik merosi, bu bizdan keyingi avlodlarga yetadigan soflik timsoli. Kelajak avlod bizga in'om bergan tog'larni unutmasligi kerak edi. Chotqol, har tomchidan lazzat ol.